Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan deyarli har ikkinchi odam hayotida kamida bir marta ko'radigan tushlardan biri haqida gaplashamiz. Bu tushda homilador bo'lish. Lekin shoshilmang. Ko'pchilik bu tushni ko'rishni bilan nahotki men yoki yaqinim homilador bo'lar ekan deb o'ylaydi. Aslida esa tush ta'birlarida bu tush har doim ham aynan homiladorlikni anglatmaydi. Ba'zi hollarda u quvonchli xabarni bildirsa-da, ayrim vaziyatlarda mas'uliyat, ichki kechinmalar yoki yangi hayot bosqichiga ishora qilishi mumkin. Bugun shu haqida batafsil gaplashamiz. Lekin videoning oxirigacha albatta tomosha qiling. Chunki oxirida ko'pchilik e'tibor bermaydigan, ammo juda muhim bo'lgan bir haqiqatni aytaman. Aynan shu sabab ko'plab odamlar tushlarini noto'g'ri talqin qilishadi. Agar sizga tush ta'birlari qiziq bo'lsa, videoga bitta like bosishni unutmang. Bu kanal rivojlanishiga katta yordam beradi. Endi esa boshlaymiz. Avvalo shuni aytish kerakki, tush ta'biri qadim zamonlardan beri odamlarni qiziqtirib kelgan. Inson uyg'ongandan keyin bu tush nimani anglatadi degan savolni o'ziga beradi. Ammo har bir tushning ma'nosi uni ko'rgan odamning holatiga, his-tuyg'ulariga va hayotidagi vaziyatga qarab farq qilishi mumkin. Masalan, bir xil tushni ikki kishi ko'rsa ham uning talqini bir xil bo'lmasligi ehtimoli bor. Endi esa eng ko'p uchraydigan ma'nolardan boshlaymiz. Birinchi ma'no: yangi boshlanish. Ko'plab tush ta'birlarida homiladorlik yangi hayot bosqichining ramzi sifatida talqin qilinadi. Tasavvur qiling, ona qornidagi chaqaloq bir kunda voyaga yetmaydi. U asta-sekin rivojlanadi. Xuddi shunday insonning orzulari ham vaqt o'tishi bilan amalga oshadi. Ehtimol siz uzoq vaqtdan beri biror maqsad sari harakat qilayotgandirsiz. Yoki yangi ish boshlashni rejalashtirdingizmi? Balki o'zingizni o'zgartirishni xohlayotgandirsiz. Mana shunday paytda ko'rilgan homiladorlik tushi ayrim talqinlarda yangi imkoniyatlar yaqinlashayotganiga ishora sifatida izohlanadi. Lekin bu hali hammasi emas. Keyingi ma'no bundan ham qiziq. Ikkinchi ma'no: mas'uliyat. Homiladorlik quvonch bilan birga katta mas'uliyatni ham anglatadi. Shu sabab ayrim tush ta'birlarida bu tush inson zimmasiga muhim vazifalar tushishini bildirishi mumkin. Balki siz yaqin kunlarda muhim qaror qabul qilasiz yoki oilangizda yangi mas'uliyat paydo bo'ladi. Ba'zida esa bu tush insonning ichida katta rejalar borligini ham anglatadi. Ammo ko'pchilik aynan mana shu joyda xato qiladi. Chunki keyingi ma'no bunday tushni butunlay boshqa tomondan tushuntiradi. Endi esa videomizning eng qiziqarli qismiga o'tamiz. Uchinchi ma'no: baraka va rizq. Qadimiy tush ta'birlarida homiladorlik ba'zan baraka va rizq belgisi sifatida ham talqin qilingan. Lekin bu yerda bir narsani to'g'ri tushunish kerak. Ko'pchilik rizq deganda faqat pulni tushunadi. Aslida esa rizq juda ko'p ma'noga ega. Yaxshi sog'lik, oilaga mehr-oqibat, farzandlaringiz baxti, xotirjamlik va halol daromad ham rizq hisoblanadi. Shuning uchun bunday tushni ko'rgan odam darrov men boyib ketaman deb o'ylamasligi kerak. Ba'zan Alloh insonga puldan ham qimmatliroq ne'matlarni beradi. Sizningcha eng katta boylik nima? Pulmi yoki sog'lom oila va xotirjam hayotmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. To'rtinchi ma'no: ichki kechinmalar. Endi esa ko'pchilik bilmaydigan jihatga e'tibor beramiz. Agar tushingizda homilador bo'lib juda xavotirlanayotgan, yig'layotgan yoki qo'rqqan bo'lsangiz, ayrim talqinlarga ko'ra bu ichingizda yig'ilib qolgan tashvish va bosimning aks etishi ham mumkin. Balki siz uzoq vaqtdan beri bir muammoni ichingizga yutib yurgandirsiz. Yoki hech kimga aytolmayotgan dardingiz bor. Ba'zida ongimiz kunduzgi his-tuyg'ularni tunda tush orqali namoyon qiladi. Shuning uchun tushni talqin qilayotganda faqat voqeaga emas,
balki tushingizdagi his-tuyg'ularga ham e'tibor berish kerak. Ammo hozir aytadigan ma'lumot bundan ham qiziqroq. 5-ma'no. Egizak homiladorlik. Tushingizda egizaklarga homilador bo'lganingizni ko'rganmisiz? Bu juda ko'p uchraydigan tushlardan biridir. Ayrim tush ta'birlarida egizaklar ketma-ket keladigan quvonchli xabarlar yoki ikki tomonlama imkoniyat sifatida talqin qilinadi. Boshqa talqinlarda esa bu mas'uliyatning ham ortishini bildiradi. Ya'ni quvonch bilan birga sinov ham bo'lishi mumkin. Hayotda deyarli bir xil ne'matning o'z mas'uliyati bo'lgan kabi, tushlarda ham ba'zi ramzlar bir necha ma'noga ega bo'ladi. Lekin hali eng qiziq joyiga kelmadik. Hozir ko'pchilikni hayron qoldiradigan savolga javob beramiz. Erkak tushida homilador bo'lsa, bunday tush ham uchraydi. Bu juda noodatiy tuyulishi mumkin. Ayrim tush ta'birlariga ko'ra, bu inson ichida saqlayotgan katta sir, muhim reja yoki og'ir mas'uliyatni anglatishi mumkin. Ba'zan esa uzoq vaqt qilgan mehnatining mevasi yaqinlashayotganiga ishora sifatida talqin qilinadi. Lekin buni har kimning hayotiga har xil tatbiq qilib bo'lmaydi. Chunki har bir tushning talqini uni ko'rgan insonning holatiga bog'liq. Endi esa videoning eng muhim qismi qoldi. Ko'pchilik aynan shu haqiqatni bilmagani uchun tushlarni noto'g'ri talqin qiladi. Shuning uchun oxirgi qismini ham albatta tomosha qiling. Va nihoyat videomizning eng muhim qismiga yetib keldik. Agar shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, sizga katta rahmat. Endi tush ta'bir eng ko'p uchraydigan holatlardan biri haqida gaplashamiz. Ko'pchilik biror tush ko'rish bilan demak albatta shunday bo'ladi deb o'ylaydi. Aslida esa bu to'g'ri yondashuv emas. Tush ta'birlar bu talqinlar, ya'ni ramziy izohlar. Ular aniq kelajakni aytib bermaydi. Shuningdek, tushlar ba'zan insonning kun davomida o'ylagan fikrlari, boshidan o'tkazgan voqealari, quvonchi yoki tashvishlari ta'sirida ham paydo bo'lishi mumkin. Masalan, homiladorlik haqida ko'p o'ylagan yoki shu mavzuda suhbatlashgan inson bunday tushni ko'rishi tabiiy hol bo'lishi mumkin. Shu sababli har bir tushni xotirjamlik bilan qabul qilish va unga faqat yaxshilik ma'nosini berishga harakat qilish tavsiya etiladi. Islomda ham yaxshi tush ko'rgan inson Allohga shukr aytishi va yaxshilikdan umid qilishi tavsiya etilgan. Noxush tush ko'rilganda esa undan vahimaga tushmaslik, Allohdan panoh so'rash tavsiya etilgan. Eng muhimi, buni faqat Alloh biladi. Shuning uchun hech kim tushga qarab kelajakni ayta olmaydi. Aziz do'stlar, endi sizga bir savol. Siz ham tushingizda homilador bo'lganmisiz? Agar bo'lgan bo'lsa, tushda keyingi hayotingizda qandaydir o'zgarish bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Balki sizning tushingizni keyingi videolarimizda birgalikda ko'rib chiqamiz. Aytgancha, keyingi videolarda qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Agar bugungi video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosishni bizni yangi va sifatli videolar tayyorlashga ilhomlantiradi. Bu videoni tush ta'birlariga qiziqadigan yaqinlaringiz bilan ham ulashing. Sizlarga mustahkam sog'liq, oilaviy xotirjamlik va fayz-baraka tilaymiz. Ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda yana uchrashguncha Allohning panohida bo'ling.